Arzonda sizlarga arzon narxda Volkswagen Caddy avtomobilini ko'rsataman. Full pozitsiyada, holatini ko'rib turibsizlar, zo'r holatda, kraskalari top-toza ekan, sarapina chaqa-chuqalargacha yo'q. Yaxshi balonlarda, archa balonlar turibdi, yengida, holati juda ham zo'r. Xo'p, shumkani ham yaxshi joyda qildirishgan ekan, kopto ekan mashina. $2000 $2500 sotib qo'yganmiz deb aytishdi. 141 ming yurgan, bular millionlik probegli, holati zo'r mashina, shumshoq kopto, kondisionerlarigacha mazah qaydigan mashina, 7 o'rindiqli. Orqa stinasini yechib qo'yishgan ekan. Holati zo'r ish qilib, bemalol haydab yuraverasizlar. Ikki yoq tomonlama eshik ochiladiganligi bu. Hamma yog'i obshipkali bo'ladi fulida. Holati zo'r ish qilib, bemalol privek tekshirib olishingiz mumkin. Hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q ekan. Bagajlarni ham ochib ko'rsataman. Chaqa chuqasi, vyatini bo'lgan joylar umuman yo'q ekan. Stenasini qo'yib olsanglar, 7 o'rindiqli bo'ladi. Holati zo'r. 2020-yil bu mashinani sizlarga eng arzon kanalimizda 13500 ga beramiz, ulib qolinglar.